Qachongacha shuna qilib yurmoqchisan-a, o'g'lim? Endi o'zingga kelsang-chi. Nima qildim, oyi? Mana shu hech narsa qilmaganing yomon-da. Sen bunaqa odam emasding-ku, a? Har kuni saharlab uyg'onib ishga ketarding. Hozir esa sen ustingdan suv sepib ham uyg'otib bo'lmayapti. Chunki ichib kelib mast bo'lib yotibsan. Uncha ko'p ichganim yo'q, oyi. Bildim. Uni qo'y. Keyin harakatingni qil. Ha. Bolam, Madinaga soch kelayotgan ekan. Nima? Nega hayron bo'lyapsan? Axir men o'zimdan o'zim gapirmayman-ku. Onasi birovga berib yuboradi, keyin ko'rasan. Bunaqa g'aflat bosib yurmagin, bolam. Harakatingni qil. Xo'pmi? Tura qol, bolam. Bo'l. Nima bo'ldi aka? Tinchlikmi? Hormaylar. Assalomu alaykum. Kechagi hujjatlarni xonamga olib kir. Aka, shoshmang. Aka, mashinangizni berib turing. Nega? Boradigan joylarim bor edi, iltimos. Qo'y, mashinam katta. Shaharda mashina ko'p, haydashga qiynalasan. Yo'q, aka. Ana Cobalt haydab yuraman, bera qoling. Bo'pti, o'zim bir amallarman, aka. Bunaqa mashinaning keragi yo'q. Amma, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshimisan? Ha, tayyormisiz? Boryapman. Men tayyorman. Sen ota-onang bilan gaplashdingmi? Ha, yo'q, hali gaplashganim yo'q. Nega? Borib kelaveraylik, keyin gaplashaman. Sardor qanday qilib ularga aytmasdan sovchilikka boramiz. Keyin ularga ma'qul kelmay qolsa-chi? Amma xavotir olmang, unaqa bo'lmaydi. Yo'qni menga qo'yib bering. Siz men bilan bugun sovchilikka borib kelavering. Axir ertalab kelishgandik-ku. Yo, yana aynib qolyapsizmi? Ayniganim yo'q. Bo'pti, mayli, boramiz. Rahmat, amma. Tezroq kelaman. Xo'p, hozir boryapman. Xo'p. Oyiz mana shu gul do'konida ishlaydilar. Yo'q. Ha. Va nihoyat orzulariga erishibdilar.